Assalomu alaykum. Men Hamid Zaripov avtomobilchiman. Navoiy viloyat Navbahor tumanida istiqomat qilaman. Xo'jayinim bilan biz ishonch do'koniga qurilish mollarini sotib olish uchun keldik. Mahsulotlar yoqdimi ular? Zo'r ekan, lekin dadasi ishonch do'koniga kirib kelayotgan vaqtimizga 10X mashinasiga shunday bezatib qo'yilgan ekan. Shunday qaradim, dadasi dedim. Ana shu mashina meniki bo'ladi dedim. Aradan ozgina vaqt o'tgandan keyin ular menga telefon qilishdi. Mashina avtomobilimni yutib oldingiz dedi. Xursand bizlar. Ishonchga ishoninglar. 10X avtomashinasini yutib olgan g'olibimizni tabriklash uchun yig'ilib turibmiz. Kirish mashinasi va televizor yutgan egalarimiz bor. Davramizga 10X avtomashinasini yutib olgan Hamid akani taklif etamiz. Qarsaklaringiz. Mana ishonchdan bizda mashina yutib oldik. Ishonchga ishoninglar. Mana hozir 3-tur bosqichi g'olibi Hamid akani tabriklash jarayonida turibmiz. Hamid aka, sizni 3-tur g'olibi bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. 10X avtomashinasi sizga nasib etdi. Mana bu esa kalit. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.